Bunaqa noodatiy videolarni siz YouTube'da juda ko'p uchratasiz va ularni yaxshigina prosmotr yig'ishi hech kimga sir emas. Shu kabi videolarni yasab, ko'pgina prosmotrlarni yig'ib, evaziga mo'maygina pul topishni istaysizmi? Unda bu video aynan siz uchun. Kanalni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'ling. Bizga kerak bo'ladi ChatGPT va ikkinchi ilovani videoni oxirida bilib olishingiz mumkin. YouTube'ga kirib ASMR AI deb izlaganimda shunaqa videolar chiqdi va ulardan birini tanlab oldim va screenshot qildim. Screenshotni ChatGPTga yuborib, shu suratni promptini yasab ber deb yozdim va u yuborgan promptni nusxalab, uni ikkinchi ilovaga joyladim. Va ikkinchi ilova menga mana bu videoni generatsiya qilib berdi. Bu birinchi usul. Ikkinchi usuli bu ChatGPTdan ideya so'rash. ASMR video olishda ideya ber deganda u menga naqd 10 xil ideya berdi va men ulardan birini tanladim. Va u yuborgan promptdan nusxa olib, keyingi ilovaga joylaganimda bu videoda og'iz umuman qimirlamadi. Menga ChatGPTga yozdim, uni og'zi qimirlasin, meva yetgan bo'lsin deganda, u yana menga boshqa prompt yubordi, undan quyidagi video kelib chiqdi. Bundan qanaqa meva yeganini umuman bilib bo'lmasdi va men yana promptni to'g'rilab berishni ChatGPTdan so'radim. Ya'ni mevani og'izga solib, keyin chaynasin deb. Va navbatdagi promptni ham generatsiyaga yuborganimda shunaqa video chiqdi. Keyin promptga qaraganimda Fruits'da bir tamas bir nechta mevalar borligini ko'rdim. Ulardan faqatgina bittasini, ya'ni qulupnayni qoldirib, qolganlarini o'chirib yubordim. Shunaqa qilib video tayyor bo'ldi. Va o'sha bepul ilovaning nomi Grok edi. Google'dan grok.com deb izlashingiz mumkin. Uстановka qilib kuniga taxminan 25-30 tagacha shunaqa 6 sekundlik videolarni yasash mumkin bu ilovada. Bepul bo'lgani bilan agarda mukammal qilib promptni yoza olsangiz, videolarni ideal qilib chiqarib beradi. Videoni shu yergacha ko'rgan ekansiz, obuna bo'lib, like bosishni ham unutmang. O'zingizni qiziqtirgan savollarni kommentariyada yozib qoldiring. Viral kontent o'z kanalidan uzoqlashmang.